Erim bizani demay qo'ydi. Qaynonam yomon ko'rsatib bo'ldi. Daja ajrashmoqchimiz 5 yildan beri shu ahvol. 5 yildan beri eringizni o'ramay, eringiz bilan atnosheniyingizni zo'r qilmasdan, orangizga hech kim kirolmaydigan darajada yaqin bo'lmasdan nima qildingiz? Lalayib. Orangizga 3-shaxs kirguncha 5 yil ichida jim turdingizmi? Har doim eringizni jahli chiqayotganda, atrofdagilar nima desa ham ikkalaylar qolganda keling bir-birimizni eshitamiz. Keling gaplashib olaylik. Men ham ayolman. Keling meni ham eshiting. Meni ichimda nima borligini sizga aytay. Siz meni yaqinimsiz. Siz meni juft halolimsiz. Meni siz eshitmasangiz kim eshitadi? Meni suyanadiganim sizsiz deb chiroyli gaplar bilan o'rab Hurremdagi podishoni ko'zi faqat o'shani ko'radigan bo'ladi-yu, chiroyli bo'lmaydi o'zi. Aslida Hurrem hayotda chiroyli bo'lmagan, lekin shoh kompot bo'lgan. Chunki u ayol jozibasi bilan, energetikasi bilan, xarakteri bilan o'zini eshittira olgan. Shunaqa bo'lsangiz bo'lmaydimi?